Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim. Boringlarga shukur, har biringlarni yaxshi ko'raman azizlarim. Har bir kommentariy yozayotganini birma-bir o'qib chiqaman. Atvet qaytara olmasam-da, har biringlarni yozganinglarni o'qib chiqaman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman, boringlarga shukur. Menga energiyalar tushayotgani uchun men sizlarning holatinglarni his qila olaman. Bizga ajoyib kunlar va'da qilyapti. Uchib ketgan kartani qaranglar chiroyliligini. Biz farovonlikka o'tyapmiz, boylik kelyapti, pullar kelyapti, ajoyib karta. Har bir kommentariy yozayotgan insonlar mushkulini yaratgan egam oson qilsin deyman. Har biringlarni aytayotgan so'zlaringizga, holatingizga albatta sheriyman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Inson faqat yaxshilikni o'ylashi kerak. Mana o'chirimlarimdan faqat yaxshilarini olinglar, yomonini koinotga jo'natinglar azizlarim. Bugun qanaqa o'chirim qilamiz? Munosabat. Mana o'chirimlarim ko'proq munosabat bo'lib ketadi. Chunki sizlarni talab qilayotganingizga qarab ochaman. Ko'proq munosabatni so'raysizlar. Shu sizni qiynagan, siz qo'yib olmayotgan insonni qo'yib yuborib ko'ringlar bir. Qo'yib yuboringlar azizlarim. Sizga kelish xohlamagan, sizni xohlamagan insonni, sizni qadringizni bilmagan insonni qo'yib yuboring. Chunki har biringlar qadrlisizlar. Har biringlar mehr muhabbatga, sevishga, sevilishga loyiq insonsizlar. Kimnidir kutib umringlarni o'tkazmanglar. Umr juda qisqa azizlarim. Umr juda qisqa. O'zingiz uchun yashang. Unaqa siz kerak emasmisiz u insonga, sizni blokka tiqdimi? Kommentariyani o'qiyapman, juda ko'p blokka tiqilganlar. Qo'yib yuboring u insonni. Sizni blokka tiqildingizmi? Demak, siz u insonga kerak emassiz azizlar. Kerakli inson blokka tiqilmaydi. Unga uchinchi shaxs kerak. Ikkita karta chiqib ketdi. Siz qanaqa insonsiz, ko'ryapsizmi? Sizga sekin kelyapti hammasi. Sizga baxt kelyapti. Siz barakali insonsiz, siz boshqaruvchisiz, siz yetakchisiz, siz aqlli dono insonsiz. Qo'yib yuboring u insonni degan bo'lardim. Blokdan chiqarishini ham kutmang. Uni qaytishini ham kutmang. Siz unga kerak bo'lsangiz, o'zi qaytib keladi azizlar. Agar qaytmasa, demak hammasi yaxshilikka. Alloh sizga undan yaxshi inson tayyorlab qo'ydi. Bir munosabat tugadimi, ikkinchisiga harakat qiling. Kerak emas u inson, kutmang yillar degan bo'lardim. Umr qisqa. Ikkilanmang azizlarim. Umuman ikkilanmang. Kurashgingiz kelmaydi. Nimagadir kurashgingiz kelmaydi. Nima uchun? Hayot sizga go'zal yashashga kurashing azizlarim. Kurashing, qo'yib yuboring. Qo'yib yuborish kerak bo'lgan insonni qo'yib yuborish kerak, ketish kerak bo'lgan insondan ketish kerak. Tan ola bilish ham bu insonga mardlik, kuch beradi. Sizga bilasizmi? Hayotingizga dars bo'lib kirib kelgan insonni albatta qo'yib yuboring. Umid qilmang. Umid insonni har doim o'ldiradi. Siz oq ko'ngil, qalbi toza insonsiz. Har doim tavakkal qiladigan insonsiz. Yana tavakkal qiling. Siz har doim yutib chiqadigan, bilasizmi? Siz har doim izlanadigan ruhsiz. Izlanishdan to'xtamaydigan ruhsiz. Sizni ruhi shunaqa. Sizni ruhingiz bir joyda to'xtab qoladigan ruh emas azizlarim. Sizni ruhingiz bir joyda to'xtab qoladigan ruh emas. Bugun qanaqa o'chirim qilamiz azizlarim? Bugun sizga pullar kelishi bormi deb ko'ramiz. Qani? Siz xohlagan, siz kutgan pullar hayotimizga kirib kelishi bormi deb ko'ramiz. Hayotimiz o'zgarishi uchun bizga moliya tarafdan ham albatta hayotimizni yaxshilash uchun bizga moliya tarafdan ham pullar kerak. Ma'naviy rivojlanishimiz kerak. Ma'naviy rivojlanish uchun o'qing, o'rganing, o'zingiz ustingizda ishlang. Sizga xiyonat qilishyaptimi? O'zingiz ustingizda ishlang. Sizga adolatsizlik qilishyaptimi? O'zingiz ustingizda ishlang. Har bir hayotingizga kelayotgan narsadan o'zingiz uchun dars oling, ya'ni o'qib o'rganing. Sizga berilayotgan har bir belgi nimani bildiradi? Sizga nimanidir o'rganish yoki nimadir ustida ishlash. Siz balki buni tushunmayotgandirsiz. Har doim o'rganing, ma'naviy rivojlanishga harakat qiling azizlarim.
Bizni hayotimizga pullar kirib kelishi bormi? Qani ketdik. Biroz umidsizlikka tushib turibsiz, lekin umid bor degani bu. Bu mo'l ko'llikni ko'ryapsizmi atrofingizdagi? Sizda hali umid bor degani, umidsizlikka tushmang, hayotingiz hali oldindaligini bildiradi bu karta. Hozir aytganimdek o'sib o'rganishingiz kerak. O'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak. Nimanidir o'rganishga, nimagadir qiziqishingiz borligi va buni harakatini o'ylayapsiz, lekin harakat qilmayotganligingiz. Nimanidir o'rganmoqchi bo'lyapsizmi, nimanidir ustida ishlamoqchi bo'lyapsiz, balki o'z kasbingizni mukammal o'rganmoqchi bo'layotgandirsiz. Shu o'rganmoqchi bo'lgan kasbingizdan sizga omad kelyapti, pul kelyapti, baraka kelyapti, farovonlik kelyapti, yaxshi kunlar kelyapti azizlarim. Ko'ryapsizmi? Chiroyli pullar kelyapti, chiroyli gullari ko'ryapsizmi? Xursandchilikda o'sha qilmoqchi bo'lgan ishingizni qiling azizlarim. Umidsizlikka tushmang, hech qachon to'xtamang. Umidsizlik sizni battar botqoqqa olib ketadi azizlarim. Siz uddalay oladigan shaxssiz, ko'ryapsizmi? Siz hamma narsani har doim uddalab kelgansiz. Har doim uddalab kelgan insonsiz. Boshqalar manfaatini ko'p o'ylaysiz, o'zingizni unutasiz. O'zingizni sevmaydigan insonsiz. Siz juda kuchli insonsiz, hamma narsani qila oladigan. Obro' e'tiborli, o'ziga ishongan, juda irodali insonsiz. Irodangiz juda mustahkam. Ajoyib kartalar. Hayotingizni oxirini bila olmayapsiz. Bu ketishda qatga ketishingiz, lekin siz yo'lga chiqdingiz azizlarim. Bu hayotimiz, bu davom etamiz, yashashga majburmiz, ya'ni qanaqa yashash o'zimizni qo'limizda azizlarim. Hayotimizni chiroyli qilish ham o'zimizni qo'limizda. Sinov har birimizda bor. Har birimizda bor sinov. Tushkunlikka tushish kerak emas, harakat qilish kerak. Hayotingizni qanaqa bo'lishini bilmayapsiz, ozgina to'xtab turibsiz. Yana sevgi. Albatta, sevgisiz hayot qiziq emas, sevgi bilan hayot qiziq. Yana sevgida ozgina oxirini bila olmay qiynalyapsiz. Munosabatlaringizni oxirini bila olmayapsiz. Shu narsa sizni qiynayapti, shu narsa sizni xafa qilyapti. Sizga yo'l tushyapti azizlarim. Bu degani sizni yo'lingiz har doim ochiq degani. Sizda har taraflama yo'l ochiq, faqat harakat sizdan degani bu. O'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak, karyerangizni rivojlantirishingiz kerak yoki qaysidir ishingiz bo'lsa, ishingizni rivojlantirish kerak yoki o'qib bilim olmoqchimisiz, o'qib bilim oling. Oila har doim oilani o'ylaydigan insonsiz, oilaga kerakli summani o'ylaydigan insonsiz. Har taraflama o'zingizni unutib, qani edi bu yerda karta, o'zingizni unutib, oilani, farzandlarni, oilani ko'proq o'ylaydigan, oila uchun o'zingizni qurbon qiladigan, oilaparvar, adolatli insonsiz. Har doim adolatli hal qilishga harakat qilasiz hamma joyi. Oilani ham, munosabatni ham bir xilda olib boradigan insonsiz. Ajoyib kartalar. Yangidan boshlanish, hayotingizni yangidan boshlamoqchisiz. Kurtaklar chiqarish boshladi. Sizni hayotingiz yangidan boshlanadi. Pullaringizni kontrol qilishingiz kerak. Sizga pul kerak. Yangidan boshlash uchun oilangizni, hayotingizni albatta pul kerak. Siz harakatga tushdingiz. Umidsizlik bo'ldi, to'xtadi sizda. Siz harakatga tushganligingiz. Siz barakali insonsiz. Juda ham barakali insonsiz. Siz boshqaruvchi lidersiz. O'z hayotingizni boshqara olasiz. Ya'ni oilangizni, hayotingizni boshqaruvchisiz. Chiroyli boshqaradigan insonsiz va boshqara olasiz. O'ta qiziquvchan insonsiz. Hamma narsaga qiziqasiz va qiziqishlaringiz orqasidan harakat qilasiz. Nimalaridir shunaqa qiziquvchan insonsizki, atrofingizdagi hamma narsaga qiziqasiz. Hammadan so'raysiz, surishtirasiz. O'qishlarga o'qib ko'rgingiz keladi, bu ishni qilib ko'rgingiz keladi. O'ta qiziquvchan insonsiz. To'xtamaydigan insonsiz-da va o'sha qiziqishlaringiz sizga omad olib kelyapti. Omad, baxt olib kelyapti. Harakat qilyapsiz. O'sha qiziqishingiz tufayli siz harakat qilyapsiz. Chunki siz to'xtab qolmayapsiz. Yangidan boshlanish, umid paydo bo'ldi sizda. Yangidan urug' ekdingiz, mevasini endi sekin ko'raverasiz.
Siz o'ziga ishongan, har taraflama o'ziga ishongan, hamma narsa qila oladigan shaxsligingiz isboti bu. Obro' e'tiborda juda kuchli insonsiz. Bu narsani qila olasiz. Ajoyib kartalar. Nima qilmoqchi bo'lib turibsiz? Sheriyli ish. Sevgidan umid qilyapsiz yoki biror sheriyli ishdan umid qilyapsiz. Sheriyli ishingiz bor sizni. Ikkitali umid qilayotganingiz, ya'ni sizda bu nimani bildiradi? Sizda hamma narsaga umid bor, ya'ni mevasini ko'rishingiz, yaxshi kunlarni va'da qiladi bu karta sizga. Umid kartasi bu sizga yaxshi kunlar kelayotganligini. Sizga shundoq ham yaxshi kunlar kelgan ekan, izlarim, faqat siz buni bilmayapsiz. Sizga yaratgan egam beryapti. Faqat siz buni ko'rmayapsiz. Siz energiyangizni boshqa tarafga qaratyapsiz. Sizga berilgan imkoniyatni ko'rmayapsiz, izlarim. Bu omadni qo'ldan chiqarmaydigan bo'lardim. Ushlang bu omadni, xafagarchilikni yig'ishtiring. O'tmishga qarashni yig'ishtiring, azizlarim. Sizga ikki taraflama pul kelyapti-ku. Ikki taraflama pul kelyapti. Nimaga yo'l yo'q deyapsiz? Yo'l bor. Sizga omad, taqdir charxpalagi aylanib, o'sha sizdan ketgan narsalar sizga qaytib kelayotgan bo'lishi mumkin. Sizga omad kelyapti. Hayotingizda hozir shunaqa holatda bo'lsangiz, o'sha bo'lishi kerak bo'lgan narsalar aylanib turib sizga yaxshi kunlarni va'da qilyapti. Ya'ni o'sha yaxshi kunlar kelayotganligini har taraflama sizda joy-joyiga tushishini bildiryapti bu kartalar. Ajoyib kartalar. Haqiqatlar nimaga chiqadi? Nima deydi? Ro'yobga chiqadi. Siz izlagan haqiqatlar, sizga qilingan adolatsizliklar, sizga kerak, siz shuncha payt so'ragan, yaratgan egamdan so'ragan narsalaringiz уже sizga kelishni boshladi. Kelganda ham omad bilan birga kelyapti. Har bir qadamingizda omad siz bilan, baraka bilan kelyapti, azizlarim. Mo'l-ko'llik, baraka bilan sizni hayotingizga kirib kelyapti. Siz bilan bahslashganlar, sizdan ketgan insonlar, sizni qalbingizni og'ritgan insonlar, azizlarim, qarang. Siz bilan kurashmagan, sizdan qochgan, sizni tashlab ketgan, sizni qalbingizga og'ritgan insonlar hali ham sizdan shubhalanib o'tiribdi, lekin siz yutib chiqyapsiz. Ko'ryapsizmi? Siz harakatdan to'xtamayapsiz. Siz yutib chiqyapsiz. Siz shunaqa insonsiz. Sizdan mas'uliyatdan qochgan insonlar hali ham o'ylanib turibdi, u insonlar. Hali ham siz qarang qanaqa insonsiz. Boyaga tushgan kartasiz. Ko'p sinovlardan o'tdingiz, azizlarim. Siz mana bugungi hozir shu ochirim kimni oldidan chiqsa, mani kuzatayotgan insonlar oddiy sinovdan o'tmadi. Hayoti davomida ko'p og'ir sinovlardan o'tgan insonlar, buni his qilib turibman. O'ta oldingiz. Ya'ni qaysidir ma'noda karmalaringizni yopa oldingiz. Sizga farovon hayot kelyapti. Sizni qalbingizni og'ritgan, siz bilan tortishgan, sizdan ketgan insonlar hali ham shu ahvoldaligi, ko'ryapsizmi? Endi sizga talpingani bilan, o'ylangani bilan u insonning foydasi yo'q. Siz oldingizdagi mas'uliyatidan qochdi u inson. Sizdan shubhalandi. Lekin sizga chiroyli kunlar va'da qilinyapti. Yaratgan egam sizga shunaqa farovon hayot, obro', e'tibor, pul, cheksiz pul. O'zi ochirim pul uchun edi. Mana qarang qanaqa pul tushyapti oxirida. Sizga o'zingiz xohlagandan-da ko'proq pul kelyapti. Tasavvur qila olmaysiz. Qabul qilinglar bu ochirimimni. Qabul qildim deb yozib ketinglar. Ajoyib karta. Shu kartani kutib, men shuncha karta tashladim, oxiri chiqdi mana. Bizga farovonlik, boylik, baxt, saodat kelyapti, azizlarim. O'zim ham qabul qildim. Va sizlar ham qabul qilinglar, azizlarim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Faqat yaxshilik tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.